Assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Mana hozir sizlarga sabzi yuvadigan mo'yka stanogimizni taklif qilamiz. Bu stanoglarimiz haqida qisqacha sizlarga ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Mana bu stanogimiz ham benzinga ham elektrga moslangan. Tok bor joyda elektrga, tok yo'q yerda benzinga ishlatilsa bo'ladi. Stanoglarimiz mana Xudo xolasa polietilenli qilib tayyorlangan. Bu stanoglarimiz polietilenliligini hisobiga sabzini archib qo'ymaydi. Yuvish holatlari ham juda chiroyli. Keyin mana yig'ilish jarayonlari ham akkuratni yig'ilgan. Xudo xolasa bu stanoglar 1 yillik emas, uzoq yillar xizmatlarini qiladi. Mana stanoglarimiz, bunisi ham xuddi shunday yig'ilgan. Mana bunisi ham hozir yig'ilish jarayonida ketyapti. Stanoglarimiz mana shunday holat. Bu balonlik ko'chma, xohlagan joyingizga ko'chirib olib borib ishlatishingiz mumkin. Kimga shunaqangi stanoglar kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerlarimizni qoldiramiz, bemalol murojaat qilishlari mumkin.